Tasavvur qiling, bemor o'lyapti. Agar hozir venasiga dori yubormasangiz, 2-3 daqiqada yuragi to'xtab qolishi mumkin. Lekin muammo, hamshira venaga tusha olmayapti. Qo'liga ham harakat qilyapti, panjasiga ham, boshiga ham, oyoqlariga ham tusha olmayapti. Lekin vaqt o'tyapti. Xo'sh, xuddi shunaqa vaziyatda nima qilish kerak? Venani topguncha kutib o'tirish kerakmi? Yo'q. Mana shunday shoshilinch holatlarda shifokorlar boshqa yo'l tanlashadi. Dorini suyakka yuborishadi. Ha, noto'g'ri tushunmadingiz. Suyakning ko'magida juda ko'p qon tomirlar bo'ladi. Shuning uchun u yerga yuborilgan dori xuddi venaga yuborilganday juda tez ta'sir qiladi. Bu usul tibbiyotda intraoseoz kirish deyiladi. Asosan reanimatsiyada, shok holatlarida, yurak to'xtashi holatlarida yoki venalarga kirishni umuman iloji bo'lmagan holatlarda ishlatiladi. Siz suyak ichiga dori yuborish mumkinligini bilarmidingiz? Javobingizni izohlarda qoldiring.